Endi armaturalar umuman zanglamaydi, chirimaydi. Sababi O'zbekistonga yangilik metal armaturaning o'rniga kompozitli armatura kirib keldi. Kirib kelganiga unchalik ko'p bo'lmadi. Aynan mana shu Rossiyaning mahsuloti, ya'ni Rossiyada juda katta zavodda bu mahsulotlar ishlab chiqariladi. Kompozit armatura korxonasi qaranglar 4 mm dan 40 mm gacha armaturalarni ishlab chiqarib bera oladi. Ranglari mana shu shaklda hamda yashil shakldagilari bor. Yashil shakldagilari asosan dehqonlar uchun ishlab chiqariladi. Nima uchun foydalanishini video davomida aytib o'tamiz. Sizlardan bitta iltimos, videoga like bosib qo'yib, kommentariyada sizlarda qanaqa ma'lumotlar bor aynan mana shu kompozitli armatura bo'yicha bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaranglar azizlar, birinchi mana shu yerdan boshlaylik. Qaranglar. Mana shu 12 mm lik kompozitli armatura. 12 mm gacha bo'lganini rulon shaklda olib kelinadi. Sababi tashish u bu joyga olib borish oson bo'lganligi uchun. 12 mm dan keyingisi mana shu holatda dastlabki qilinadi. Mana shu holatda olishingiz mumkin. Endi bu armaturani nima uchun ommalashib ketdi? Sababi metal armatura mana olib kelib qo'yganmiz, mana zanglaydi. Bu prosta ko'chada olib ketgan ekan xolos, spesialni zanglatilmagan. Prosta men so'radim, olib kelib berishdi xolos. 9 barobarga yengil bo'ladi. Mana shu necha kilo? Qancha chiqadi? 1 kilodan oshiqda. 9 barobarga mana shu armaturadan yengil bo'ladi. 40% ga arzon chiqadi. Endi aytishingiz mumkin, metal armaturaning ham o'zining joyi bor. Albatta, metal armaturaning ham o'zining joyi bor, kompozitli armaturaning ham o'zining joyi bor. Ko'plab magnetli sisma kolonna qilinadigan joylarda aynan metal armatura ishlatiladi. Endi steyajkalarda va boshqa fundamentli joylarda kompozitli armaturalardan bemalol foydalanishlar mumkin. O'zi nima uchun bu armatura ommalashib ketdi degan savolga, bu umuman chirimaganligi, zanglamaganligi uchun kanal bo'ylariga steyajka qilinadi yoki kanal bo'ylariga damba qilinadi, to'g'rimi? Xuddi shu joylarda bu armaturalardan foydalanish kerak. Sababi metal armatura zanglab ketish ehtimoli bo'lganligi uchun bir necha 20 yildan keyin bu armatura zanglab o'z sifatini yo'qotishi mumkin. Lekin bu armaturani umuman zanglamaganligi uchun bemalol sizni foydalangan joyingizda zo'r holatda turib bera olar ekan. Endi bu yoqqa o'tamiz. Armaturalar haqida bo'ldi, tushundinglar. Kelgan yana bitta ma'lumot. Deylik, metal armatura mana shu 16 lik armatura bo'lsa, 16 lik metal armatura foydalanilgan joyda 14 lik kompozitli armaturadan foydalanish mumkin. Sababi ikki pog'ona oldinda yuradi bu armatura. Ya'ni sifati ham yuqori bo'lganligi uchun bemalol 16 lik metal armaturadan foydalangan joyda 14 likdan foydalanishingiz mumkin. Bu faktiski internetga ma'lumotini yozsangiz chiqarib berishadi. Endi g'isht uriladigan, blok uriladigan joylarda kladishli setkalar, ya'ni mana shuni bir necha g'ishtdan keyin tortishadi-yu, xuddi shuni ham chiqarib qo'yishgan rulon shaklda, mana shu rulon shaklda sotib ham olishingiz mumkin. Kimdir buni dilerligini olib, vodiylarda, qurilishlarga, aynan viloyatlarda tarqatmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqamlar ekranda bo'ladi. Bu steyajka uchun foydalanadigan darojniy setka. Endi buni qalinligini, misol uchun orasini misol 5 cm lik, 7 cm lik qilib o'zgartirib ham berisha oladi. Bu ham xuddi shunaqa. Bu esa fibra. Endi ko'plab mahsulotlarda vanna ishlab chiqaruvchilar, gazoblok ishlab chiqaruvchilar va ko'plab sohalarda aynan fibra mahsulotidan foydalanishadi. Aynan kompozit armatura korxonasida bu fibralar ham ishlab chiqariladi. Endi yashil armaturaga keldik, qadrdonlar. Yashil armaturani bog'bonlar ko'p foydalanishadi. Misol yashil bo'lganligi, misol o'simliklarda, misol ontalib ketmasligi uchun, qiyshayib ketmasligi uchun usun qilib qo'yishadi-yu. Ko'p holatlarda yog'ochdan yoki temirdan foydalanishadi. Temir misol uchun o'simlikka zanglaganda zarar yetkazishi mumkin, yog'och chirib ketib tezda almashtirishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun buni kompozitlidan foydalanilganilar ma'qul. Sababi umuman o'simlikka zarar yetkazmaydi, chirimaydi, zanglamaydi. Va buni bir necha 10 yil ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Yuvib, olib qo'yib yana yangi sezonda foydalanishingiz mumkin. Va teplisachilar, misol tarvuz, yana bu narsalar ekishib, mana shunaqa dyuga qo'yib qo'yishadi-yu, bilsangiz dalalarda. Xuddi shu dyugalarda temirdan qilishadi, simdan qilishadi. Lekin bu sinib ketishi yoki zanglab ketishi ehtimoli bo'lgani uchun aynan buni dyuga holatda mana xohlagan razmerida zakaz qilsangiz qilib berishadi. Dyuga holatda qo'yasiz, sug'urganingizda yana joyiga qaytib qolaveradi. Muammosi, ya'ni yuvib olib qo'ysangiz bo'laveradi. Endi qadrdonlar, narxlari bo'yicha aytib o'tdik. Metal armaturaga nisbatan 40% ga arzon. Narxini telefon qilganlarda qanaqa razmeri kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga tushuntirib o'tadi. Biz hozir skladda emasmiz, skladdan olib chiqtirib oldik. Sababi qorong'iroq bo'lganligi uchun tashqariga olib chiqdik. Skladda bu mahsulot nalichada turibdi. Siz telefon qilsangiz, sizga kerak bo'ladigan ob'yemlarni yetkazib berishadi. Endi kimlar bu mahsulotdan foydalanyapti degan savolga, UzAuto Motors, General Motors ham aynan o'zini steyajka qismlarida aynan mana shu kompozitli armaturalardan foydalanishyapti va Coca-Cola O'zbekiston ham yangi ochgan zavodida aynan mana shu mahsulotdan foydalanishgan. Demak, katta zavodlar foydalanyapti, sifatiga kafolat berishadi.